Abdulla Qodiriy bobomizni o'g'illari bilan Xonnamir akam bilan o'zlari yashab o'tgan mana xonadonlariga kiryapmiz. Bu kiyimlar ha? Kitoblar ekan. Shundoq inson bilan hozir gaplashib o'tamiz. Buyuk bobomiz Abdulla Qodiriy yurtimiz uchun kurashgan insonni mana zurriyotlari. Kimning uylari ekan? Bu o'zlarining kostyum shimlarmi? Ha, o'zlariniki. Oila ishgan surat shu. Ha, mana shuni ko'rgandim o'zi. Bu ham o'zlarining shaxsiy Kiyimlari, palto. qamchilari ham bor ekan. Ana pichoqmi? Pichoq. Bu kim ayollarning kiyimlarimi? Bu ayollarniki. Bu o'zlarining ayollari. Ayollar. Rahbar. Nima deysizlar? Rahbar. Rahbari. Rahbarisi. Rahbarisi. Bu men ham eski ekan. Ha, bu eski ruchka. Buni ruchka yo'q. Mana shu Toshkentda ham yo'q bu. Shundoq bilinib turibdi-da. 28-29-yili. 28. Qanday bo'lsa shunda turibdi, hech qanaqa joy o'zgartirilmagan. Shu eshik romlari ham hammasi o'ziniki. Ha, bu eshikni yaqinda 100 yillik uyga aylanar ekanda, ozgina qolibdi. Buni qarasam chiqib ko'rmadim. Yo'q, men ham hech ko'rmaganman buni. Buni o'zimiz ham, bu Rossiyadan olib kelingan. Latindan ishlangan. Tepadagi bolxonalariga ham chiqib ketyapmiz biz. Mana bu bolxona bu. Bu yoqda kim yotgan? Xonnamir aka? Shu payt yotishgan endi otalar. Yes, sog' bo'ling. Bu Xitoy chinlarimi deyman? Hammasi chin Xitoyniki. Shu pastdagi ish tovarlari hammasi chinniki. Xitoyniki ekan ko'rinib turibdi. Bular shu paytda qanday bo'lsa shundadir. Hech o'zgargani yo'q. Shu nomlarni ham, eshiklarni ham. Shkaflar o'zlariniki. Norin kosalar. Voy, Norin kosalar. Norin qorish. Norin qilinganmi bunda? Norin qorish. Bu ham Xitoydan kelgan ekan-a? Juda katta ekan bu. Bu ham 100 yillikdir kamida. Kamida. Kamida 100 yillik bu ham. 150 200 yillik. Chunki bu Xitoydan bu yoqqa kelgungacha ham, hali u yoqda pishib tayyor bo'lguncha ham. Mana choynalar ham ancha eski ekan. Eski bilaman. Mana shu joylarda
yashab, ijod qilib, Ha. shu xonadonlaridan keyin o'ris bosqinchilar olib chiqib ketishgan. Mana shu inson. Mana o'zlari ham xuddi o'zi bo'lib turibdilar. Yo, o'xshaysiz, o'lay agar bor. Qarang, shundoq quyib qo'ygan. Xudoning qudratini qarang. Odam odamga o'xshaydi.